السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alloh taolo insonni yaratganda undan avval uning manfaati uchun behisob ne'matlarni vujudga keltirdi. Alloh taoloning bu fazl-u karami va bandalariga bo'lgan bunday munosabati shubhasiz bandaning u zotga shukr qiluvchi bo'lishini taqozo etadi. Har bir payg'ambar o'z ergashuvchilariga Alloh taoloning shukr qiluvchi bandalardan bo'lishni nasihat qilgan. Shukr qilishning eng oliy namunasini esa hojamiz Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ko'rsatib berganlar. U zot o'zlarining har bir amallari bilan Alloh taologa bo'lgan shukronaliklarini izhor qilganlar. U zotning Alloh taoloning huzurida o'ta ojizlik va tazarru ila yig'lab nola qilayotganlarini ko'rib, Alloh taolo sizga turli zafarlar va muvaffaqiyatlar va'dasini bergan va ularni sizga ato ham etayapti-ku, unda bunchalik nola chekish nima uchun deb so'ralganida, u zot sallallohu alayhi vasallam bu inomlar evaziga men Alloh taoloning shukr qiluvchi bandasi bo'lmayinmi? Uning huzurida ojizlik ila bosh egib, unga o'z shukronamni izhor qilmayinmi deya javob berganlar. U zot sallallohu alayhi vasallam har bir fursatda o'zlarining amaliy shukronalik namunalarini ko'rsatish bilan birga o'z ummatlarini ham shukr qilishga undaganlar, uning odoblarini o'rgatganlar va Alloh taologa shukr keltirish uchun duolar ta'limini berganlar. Bugun men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ana shu go'zal namunalari, duolari va nasihatlari haqida so'z yuritaman. Bir rivoyatda kelishicha, Hazrat Anas radhiyallohu anhu dan bayon qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar: iymon ikki qismdan iboratdir. Uning yarmi sabrda, yarmi esa shukurdadir. Aslini olganda sabr ham shukronalik jihatini namoyon qiladi. Shu bois agar chuqurroq nazar tashlansa, haqiqatda iymon aynan mana shu shukronalik bilan komil bo'ladi. Hazrat Suhayb radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar: mo'minning ishi juda ajablanarlidir. Uning har bir ishi faqat yaxshilikdan iboratdir va bu narsa mo'mindan boshqa hech kimga nasib etmaydi. Agar u biror xursandchilikka erishsa, u shukr qiladi va bu u uchun xayrli bo'ladi. Agar u biror qiyinchilikka uchrasa, u sabr qiladi va bu ham u uchun xayrli bo'ladi. Buning xayrli ekaniga sabab Alloh taolo shunday buyuradi: albatta, Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. So'ngra yana marhamat qiladi: sabr qiluvchilarga xushxabar bering. Shunday ekan, kim bilan Alloh taolo birga bo'lsa va unga xushxabar berayotgan bo'lsa, u uchun bundan ortiq yana qanday ulug' yaxshilik bo'lishi mumkin? Bunday haqiqiy sabr ham faqat inson Xudo taoloning barcha ne'matlariga shukr qiluvchi bandaga aylangan taqdirdagina yuzaga chiqadi. Shunday qilib, u zot sallallohu alayhi vasallamning kichik bir jumlalari va so'zlarida ham hikmat xazinalari yashiringandir. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarga shukr qilmagan kimsa Alloh taologa ham shukr qilmaydi deb marhamat qildilar. Alloh taologa shukr keltirish o'z yo'liga, lekin u zot bandalarga ham minnatdorchilik bildirishni alohida ta'kidlab ko'rsatdilar. Agar jamiyatda mana shunday shukronalik tuyg'ulari va fikrlari hukm sursa, u go'zal bir manzarani kasb etadi va u zot sallallohu alayhi vasallam barpo etishni istagan haqiqiy islomiy jamiyat ham aynan mana shudir. Yana bir rivoyatda kelishicha, Hazrat Nu'mon ibn Bashir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam minbarda turib shunday marhamat qildilar: kim ozga shukr qilmasa, ko'pga ham shukr qilmaydi. Kim odamlarga tashakkur aytmasa, Alloh taologa ham shukr qilmaydi. Allohning ne'matini tilga olib so'zlash ham shukrning bir turi hisoblanadi. Uni tilga olmaslik esa noshukrlikdir. Shuningdek, u zot jamoat rahmatdir.
firqalanish esa azobdir deb marhamat qildilar. Jamoatda bo'ling, Alloh taoloning shukr qiluvchi bandalariga aylaning va bir tanu bir jon bo'lib yashang. Shundagina Alloh taoloning ne'matlaridan nasibador bo'lasiz. Agar firqalarga bo'linib ketsangiz va qalblaringiz bir-biridan uzoqlashsa, Alloh taoloning fazl va karamlariga voris bo'la olmaysiz. U zot sallallohu alayhi vasallam shukronalik ta'limotini naqadar chuqur tushuntirganliklari haqida bir go'zal rivoyat bor. Hazrat Anas raziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror kishi bilan uchrashib qolsalar, undan ahvoling qanday deb so'rardilar. U esa juda yaxshiman va Alloh taologa hamd aytaman deb javob berardi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo seni doimo yaxshilikda asrasin deya duo qilardilar. Bir gal payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha kishini yana uchratib, xuddi shu savolni berdilar. Bu safar u javoban agar shukr qilsam yaxshiman dedi. Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam esa bu gapni eshitib sukut saqladilar. U kishi hayron bo'lib, "Yo Rasululloh, ilgari so'raganingizda men Allohga hamd aytaman deb javob bersam, siz menga Alloh seni doimo yaxshilikda asrasin deb duo qilardingiz. Ammo bugun nega jim bo'lib qoldingiz?" deb so'radi. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. "Qachonki men sendan ahvolingni so'raganimda, sen juda yaxshiman va Allohga hamd aytaman deganingda, men senga Alloh seni yaxshilikda asrasin va o'z ne'matlarini yanada ziyoda qilsin deb duo qilardim. Biroq bugun sen agar shukr qilsam deding. Go'yoki sen agar shukr qilsam mayli, alhamdulillah, aks holda ahvolim juda yaxshiman deyish darajada emas degan shubhaga tushib qolding." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unga "Sen ikkilanib qolding va Alloh taolo haqida noto'g'ri xayolga bording" dedilar. Zero u zot sallallohu alayhi vasallam kimningdir qalbida Alloh taoloning shukronaligi borasida zarracha bo'lsa-da salbiy fikr paydo bo'lishiga aslo toqat qila olmasdilar. Hazrat Usoma ibn Zayd raziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. Kimga bir yaxshilik qilinsa va u o'sha yaxshilik qilgan kishiga jazakallohu xayran, ya'ni Alloh sizni go'zal mukofot bilan taqdirlasin desa, batahqiq u maqtov haqqini ado etibdi. Xuddi shuningdek, Hazrat Abu Hurayra raziyallohu anhu dan ham bir rivoyat bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Qachonki Alloh taolo biror qavmga xayr va baraka ato etishni iroda qilsa, ularning umrlarini uzun qiladi va ularga shukrni ilhom etadi. Ya'ni ularga shukronalik bajo keltirish tavfiqini beradi. Shunday ekan, millat sifatida rivojlanish uchun ham shukronalik zarur. Jamoaviy taraqqiyot uchun ham shukronalik zarur va har bir shaxsning individual rivojlanishi uchun ham shukronalik o'ta muhimdir. Alloh taologa shukr qilish, o'zaro bir-biriga minnatdor bo'lish va bizga biror shaklda foydasi tekkan har bir insonga tashakkur aytish nihoyatda zarurdir. Zero aynan mana shu milliy birdamlikning bosh omilidir. So'ngra shukronalikning asl mohiyatini anglatish uchun u zot sallallohu alayhi vasallamning qilgan go'zal nasihatlari bir rivoyatda quyidagicha bayon etiladi. Hazrat Oysha raziyallohu anha voqeani shunday so'zlab beradilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mendan tez-tez she'rlaring nima bo'ldi? Ya'ni biror she'r aytib ber deb so'rardilar. Hazrat Oysha she'rlarni yoddan bilardilar va aytib berardilar. Men qaysi she'rlarni aytay? Men yod biladigan she'rlar juda ko'p-ku deb so'radim. U zot sallallohu alayhi vasallam shukr haqidagi she'rlardan ayt deb marhamat qildilar. Shunda men ota-onam sizga fido bo'lsin, ey Allohning rasuli, shoir shunday deydi deb ushbu she'rni o'qidim. Sen shunday bir ojiz insonga suyanch bo'lginki, u o'zining zaifligi sabab senga qaytarib mukofot bera olmasin. Kun kelib sen bu qilgan yaxshiligingning go'zal natijalarini albatta ko'rasan. Faqatgina evaz olish umidida suyanch bo'lma, balki senga hech narsa qaytara olmaydigan bechoraga kafil bo'l. Ana o'shanda buning natijalarini ham ko'rasan. Keyinchalik o'sha zaif inson kun kelib yo senga buning badalini qaytaradi yoki seni maqtaydi. Kimki sen qilgan ushbu yaxshilik uchun seni maqtasa, demak,
u go'yoki o'sha yaxshilikning haqqini to'labdi. Ya'ni alhamdulillah deb tashakkur izhor qilgan bo'lsa, u ham o'sha yaxshilikning evazini qaytargan hisoblanadi. So'ngra Hazrat Aisha radhiyallohu anha o'sha she'rlarning davomini bayon qilib aytadilar: qachonki sen biror olijanob insonga silai rahm qilishni iroda etsang, uning arkonini aslo eskirgan va zaif holda topmaysan. Ya'ni agar silai rahm qilsang, bu bilan nobob bir arkonni ushlagan bo'lmaysan, balki u juda pishiq arkondir. Chunki Alloh taolo buning ajrini albatta beradi. Hazrat Oysha aytadilar: men ushbu she'rlarni o'qib berganimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar: ey Oysha, bu aytganlaring ayni haqiqatdir. Menga Jabroil xabar berdiki, Alloh taolo qiyomat kuni mahluqotlarni tiriltirganda o'z bandalaridan biridan mening falon bandam senga yaxshilik qilgan edi, sen unga tashakkur aytdingmi deb so'raydi. U banda javoban: ey Rabbim, men bu yaxshilik sen tomondan bo'lganini bilardim. Shuning uchun senga shukr keltirdim. Ya'ni u bandaga emas, senga shukr qildim deydi. Shunda Alloh taolo unga: agar sen mening o'sha bandamga kimning vositasida senga yaxshilik qilgan bo'lsam, shukr qilmagan bo'lsang, demak menga ham shukr qilmabsan deb aytadi. Go'zal bir jamiyat barpo etish uchun bu naqadar go'zal amaldir. So'ngra shukronalik duosini o'rgata turib, u zot sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Hazrat Abdulloh ibn Vanom al-Bayoziy radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kimki tong ottirganda, ey Allohim, men bilan birga qaysi bir ne'mat tong ottirgan bo'lsa, u faqat sen tomondandir. Sen yagonasan, sening hech qanday sheriging yo'qdir. Bas sengagina hamd va sengagina shukrlar bo'lsin deb duo qilsa, batahqiq u o'sha kunining shukrini ado etibdi. Kimki kunni botirib, oqshomda ham xuddi shunday desa, u o'sha kechasining shukrini ado etibdi. Xuddi shuningdek, Hazrat Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan yana bir go'zal rivoyat bor. Unda aytilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishining qo'llaridan tutdilar va: ey Muoz, Allohga qasamki, men seni albatta yaxshi ko'raman deb marhamat qildilar. So'ngra u zot sallallohu alayhi vasallam: ey Muoz, senga shuni tayinlaymanki, har bir namozdan keyin ushbu duoni aytishni aslo tark qilmagin dedilar. Ey Allohim, seni zikr etishimda, senga shukr keltirishimda va senga go'zal suratda ibodat qilishimda menga o'zing yordam bergin. Yana bir rivoyatda Abu Ali ibn Shuhayr Banu Hanzala qabilasiga mansub bir kishidan naql qiladi. U kishi shunday degan ekan: men Hazrat Shaddod ibn Aws bilan birga safarda edim. Shunda u kishi: sizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga o'rgatgan mana bu duoni o'rgataymi dedi va ushbu duoni o'qidi. Ey Allohim, men sendan har bir ishda sobit qadamlik so'rayman. Hidoyatda mustahkamlik tilayman. Sendan ne'matingga shukr qilishni va senga go'zal suratda ibodat etishni so'rayman. Sendan to'g'ri so'zlovchi til va qalbi salim, ya'ni pok qalb tilayman. O'zingga ayon bo'lgan barcha yomonliklardan panoh so'rayman. O'zingga ayon bo'lgan barcha yaxshiliklarni nasib etishingni so'rayman va o'zing biladigan gunohlarim uchun mag'firat tilayman. Ya'ni Alloh taolodan ham, dunyodagi har bir kishidan ham, insonga foyda yetkaza oladigan har bir narsadan ham. Zero sen g'aybdagi narsalarni bilguvchisan. Chunki kim foydali-yu, kim zararli ekanini faqatgina Alloh taolo biladi. Shu bois Alloh taologa mana shunday iltijo qilindi: ey Allohim, sen menga har bir ishda va o'zing yaratgan hamda menga foydasi tegadigan har bir narsada xayr qo'ygin. Yana bir kuni u zot sallallohu alayhi vasallam go'zal bir duoni o'rgatdilar. Hazrat Abu Saiddan rivoyat qilinadi, bir kishi iltijo qilib: yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, namozda o'qishim uchun eng afzal duo qaysi deb so'radi. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar: sen shunday deb duo qil: ey Allohim, barcha maqtovlar faqat senga xosdir. Butun shukronaliklar faqat sengadir.
barcha podshohlik senga tegishlidir. Butun maxluqot senikidir va har bir ish sengagina qaytadi. Biz sendan har qanday yaxshilikni so'raymiz va har qanday yomonlikdan panohingga qochamiz. U zot sallallohu alayhi vasallamning bir duolari zikri quyidagi rivoyatda shunday uchraydi. Hazrat Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'z duolarida shunday derdilar: Ey Rabbim, menga yordam ber, menga qarshi hech kimga yordam berma, menga nusrat ber, menga qarshi hech kimga nusrat berma, men uchun tadbir qil, menga zid tadbir qilma, meni hidoyat qil va hidoyatimni men uchun oson qil, menga zulm qilgan kimsaga qarshi menga yordam ber. Ey Alloh, meni o'zingga shukr qiluvchi, seni zikr qiluvchi, sendan qo'rquvchi, senga bo'ysunuvchi, senga ko'p itoat qiluvchi va senga ko'p egiluvchi qilgin. Ey Rabbim, tavbamni qabul et, gunohlarimni yuv, duoyimni ijobat qil, hujjatimni mustahkamla, qalbimni hidoyatda qil, tilimni to'g'ri qil va qalbimdangina qudratni ketkaz. U zotning qalblari har bir narsadan sof va pok edi hamda butunlay Alloh taologa yuzlangan edilar. Bu duoni u zot o'zlari uchun qilardilar, lekin aslida bu duoni bizga o'rgatganlarki, u zotga ergashgan har bir kishi qalbini shunday sof tutish uchun duo qilishi va Alloh taoloning fazlini so'rashi lozim. Hazrat Abu Hurayra deydilar: Bir duo borki, men uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yodlab olganman va uni aslo tark etmayman. O'sha duoning tarjimasi shunday: Ey Alloh, meni o'zingga juda ko'p shukr qiladigan, seni ko'p zikr etadigan, sening nasihatingga ergashadigan va sening qat'iy buyruqlaringni yodda tutadigan qilgin. Agar inson bu duoni har kuni o'qib yursa, unda noto'g'ri xayollar ham tug'ilmaydi, nojo'ya ishlarni ham qilmaydi, balki faqat Alloh taolo buyurgan amallarnigina bajaradi. Hazrat Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Kimki biror sinovga mubtalo bo'lgan insonni ko'rganda ushbu duoni o'qisa, batahqiq u o'sha ne'matning shukrini ado etibdi. Duoning so'zlari shunday: Barcha hamdlar seni sinagan, o'sha balodan meni osmonda saqlagan va meni o'zining ko'plab yaratgan maxluqotlardan afzal qilib qo'ygan Allohga xosdir. Biror kishini qiyinchilikda ko'rganda, Alloh taolo meni ushbu qiyinchiliklardan omonda saqlaganiga shukr deb mana shu duoni ham o'qish lozim. Hazrat Oysha bayon qiladilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachonki o'zlariga yoqadigan biror narsani ko'rsalar, barcha hamdlar Allohga xosdir. Uning fazli bilan barcha yaxshiliklar kamoliga yetadi deb aytardilar. Qachonki yoqtirmaydigan biror narsani ko'rsalar, har qanday holatda ham barcha hamd Allohga xosdir deb aytardilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Shu payt yomg'ir yog'a boshladi. Roviy aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshlaridagi kiyimni olib tashladilar. Hatto yomg'irning ba'zi tomchilari muborak boshlariga tushdi. Biz: Yo Rasululloh, nima uchun bunday qildingiz deb so'radik. U zot: Chunki bu buyuk va oliy Rabb huzuridan yangigina keldi. Uning shukronasi o'laroq men bu tomchilarni qabul qildim deb marhamat qildilar. Hazrat Abu Hurayra bayon qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalari bulutdan yog'adigan dastlabki yomg'ir tomchisi uchun boshlarini ochib qo'yardilar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu Rabbimiz azza va jalla huzuridan kelgan yangi va eng ko'p barakali ne'matdir deb aytardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlarida Alloh taologa shukr qilmaydigan biror holat bo'lmagan. Hatto ko'rinishdan juda kichik narsa uchun ham Allohga hamd aytardilar. Hazrat Malik ibn Anas rivoyat qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hojatxonadan chiqqanlarida quyidagi duoni o'qir edilar: Mendan zararli narsani ketkazib, menga sog'lik va ofiyat ato etgan Allohga barcha hamdlar bo'lsin. Hazrat Zayd ibn Xolid al-Juhani rivoyat qilib aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga Hudaybiyada tunda yog'ib o'tgan yomg'irdan so'ng bomdod namozini o'qib berdilar. Namozdan forig' bo'lgach, odamlarga yuzlanib, Rabbingiz azza va jalla nima deganini bilasizlarmi deb so'radilar.
Odamlar Alloh va uning rasuli biluvchiroqdir deyishdi. U zot marhamat qildilar. Alloh taolo aytdi: Bugun tongda bandalarimdan ba'zilari menga iymon keltiruvchi, ba'zilari esa meni inkor etuvchi bo'ldilar. Kimki bizga Alloh taoloning fazli va rahmati ila yomg'ir yog'di degan bo'lsa, u menga mo'min va yulduzlarga kofirdir. Ammo kimki bizga falon yulduzning chiqishi sababli yomg'ir yog'di degan bo'lsa, u menga kofir va yulduzlarga mo'mindir. Ya'ni menga iymon keltirmaydi. U hali ham yulduzlarga sig'inuvchidir. Demak, shukronalikning asl me'yori shuki, har bir ishda faqat va faqat Alloh taologa hamd aytilsin va unga shukrona keltirilsin. Chunki o'sha paytda ba'zi insonlar hali to'liq tarbiya topmagan edilar. Ularda eski urf-odatlar va an'anaviy dinlarning ta'siri ham bor edi. Shu sababli ular yulduzlar va boshqa narsalarning nomini tilga olib qo'yardilar. Shu bois u zot ularga shukronalikning haqiqatini tushuntirib, shu tarzda tarbiya berdilar. Ja'far ibn Muhammad o'z otasidan naql qilgan bir rivoyatda aytilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oynaga boqqanlarida shunday derdilar: Meni yaratgan, suratimni go'zal qilgan va axloqimni ham chiroyli qilgan hamda boshqalarda ayb bo'lib ko'rinadigan narsalarni menda go'zal qilib qo'ygan Allohga barcha hamdlar bo'lsin. Hazrat Abu Saiddan rivoyat qilinadi, Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam biror narsa yegan yoki ichganlardan so'ng Allohga mana shunday shukrona keltirardilar: Bizni yedirgan, ichirgan va musulmonlardan qilgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Hazrat Abu Umomadan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning odatlari shunday edi: qachonki taomdan forig' bo'lsalar va bir gal Hazrat Abu Umoma shunday bayon qilganlar: qachonki dasturxonlari yig'ishtirilganda, ya'ni taom yeyishni tugatganlarida, u zot sallallohu alayhi vasallam bizga kifoya qiladigan darajada taom bergan va to'ydirib sug'organ Allohga barcha shukrlar bo'lsin. Bu shunday shukronalikki, u faqat shu yerning o'zida to'xtab qolmaydi va bu ne'matlarga aslo noshukrlik qilinmaydi deb aytardilar. Ba'zan esa u zot shunday derdilar: Ey Rabbimiz, barcha hamd sengadir. Bu shunday shukronalik emaski, faqat shu taom bilan tugasa yoki keyin qaytarilmasa, yoxud unga ehtiyoj qolmasa, ey Rabbimiz. Shukronalikka undab, u zot yana bir rivoyatda shunday marhamat qilganlar. Hazrat Sahl ibn Muoz ibn Anas o'z otasidan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Kimki taom yeb, so'ngra mening hech qanday kuch-quvvatim va harakatimsiz ushbu taomni menga yedirgan va uni menga rizq qilib bergan Allohga barcha hamdlar bo'lsin deb duo qilsa, uning oldingi va keyingi gunohlari mag'firat qilinadi. Shuningdek, u zot marhamat qildilar: Kimki kiyim kiyib, mening hech qanday kuch-quvvatim va harakatimsiz ushbu kiyimni menga kiydirgan va uni menga ato etgan Allohga barcha hamdlar bo'lsin deb duo qilsa, uning ham oldingi va keyingi gunohlari mag'firat qilinadi. Hazrat Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar: Odamlar qachonki ilk mevani ko'rishsa, uni Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga olib kelishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni qo'llariga olganlarida ushbu duoni qilardilar: Ey Alloh, biz uchun mevalarimizga baraka ber, biz uchun shahrimizga baraka ber, biz uchun soyimizga, ya'ni vazn o'lchov birligiga baraka ber va biz uchun muddimizga, ikkinchi vazn o'lchov birligiga baraka ber. Ey Alloh, albatta Ibrohim sening bandang, do'sting va nabiying edi. Men ham sening bandang va nabiyingman. U sendan Makka haqida duo qilib so'ragan edi. Men esa sendan Madina haqida duo qilib so'rayman. Xuddi u Makka uchun so'ragan duodek va yana o'shancha miqdorda ziyodasi bilan. Roviy aytadiki, so'ngra u zot sallallohu alayhi vasallam eng kichik yoshdagi bolani chaqirardilar va o'sha mevani unga berib yuborardilar. Hazrat Huzayfa bayon qiladilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam tunda o'z o'rinlariga yotganlarida qo'llarini yonoqlarining tagiga qo'yardilar. So'ngra, ey Allohim, sening noming bilan o'laman va tirilaman deb duo qilardilar.
qachonki uyg'onsalar ushbu duoni o'qirdilar: bizni o'ldirgandan keyin qayta tiriltirgan Allohga barcha hamdlar bo'lsin va qaytish ham uning huzurigadir. Boshqa bir rivoyatda uyg'onish duosi shunday bayon qilingan: qachonki uyg'onsalar ushbu duoni o'qirdilar: bizni o'ldirgandan keyin qayta tiriltirgan Allohga barcha hamdlar bo'lsin va qaytish ham uning huzurigadir. Amr ibn Shuayb o'z otasidan, u kishi esa bobosidan rivoyat qiladilar. U kishi aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: albatta Alloh o'z bandasida bergan ne'matining izi ko'rinishini yaxshi ko'radi deb marhamat qildilar. Bu ham Alloh taologa shukrona keltirishning bir ko'rinishidirki, u zot ato etgan ne'matlar inson ustida ko'rinishi va zohir bo'lishi lozim. Shuningdek, bir rivoyatda bayon qilinishicha, Abul Ahvaz o'z otasidan rivoyat qiladi. U kishi aytdilar: men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga juda eski kiyimda bordim. Ya'ni yaxshi kiyim emas, balki ancha urinib qolgan kiyim edi. Shunda u zot mendan: sening mol va davlating bormi deb so'radilar. Men ha bor dedim. U zot: qanday mol mulking bor? Boy odam bo'lsang o'zing aytayotgan bu mol mulklar nimalardan iborat deb so'radilar. U sahoba dedilar: Alloh taolo menga tuyalar ham, qo'y echkilar ham, otlar ham bergan. Shuningdek menga qullar ham ato etgan. Huzurimda mol davlat juda ko'p. Shunda u zot marhamat qildilar: modomiki Alloh taolo seni mol davlat bilan siylagan ekan, uning bergan ne'mati va ikromi sening ustingda ko'rinishi kerak. Buning shukronasi ado etilishi lozim. Shukronalikning izhori esa bunday kir va eski tuski kiyimlarda yurmasligingdir. Yaxshi kiyimlar kiyib yur va Alloh taoloning ne'matlarini zohir qil. Hazrat Jobir ibn Abdulloh bayon qiladilar: biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida hozir bo'ldik. U zot sochlari to'zg'igan, ya'ni tartibga solinmagan, taralmagan bir kishini ko'rib qoldilar. Shunda u zot: bu odam sochlarini to'g'irlab oladigan biror narsa topa olmaydimi deb marhamat qildilar. Ya'ni sahobalarga qarab, bu inson nima uchun sochlarini yuvib, tartibga solib taramaydi dedilar. Keyin u zot boshqa bir kishini ko'rdilar. U kir kiyimlar kiyib olgan edi. U zot: bu odam kiyimlarni yuvib olish uchun suv topa olmaydimi deb aytdilar. Kir kiyim kiyib yurish o'rniga kiyimlarni yuvish kerak. Suv bor-ku. Mana shu tarzda ham Alloh taologa shukrona keltirish lozim. Poklik va ozodalik bir tomondan, go'zallik va poklik jihatini namoyon etsa, ikkinchi tomondan unda shukronalik jihati ham bordir. Alloh taologa mana shunday ham shukr ado etilishi kerak. Odamlar bu nima ahvol deydigan darajada xunuk qiyofaga kirib olmaslik lozim. Shuningdek, Hazrat Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar: qalbida zarracha ham kibr bo'lgan kimsa jannatga kirmaydi. Shunda bir kishi: inson o'zining kiyimi go'zal bo'lishini va poyabzali chiroyli bo'lishini yaxshi ko'radi-ku, deb so'radi. U zot sallallohu alayhi vasallam: Alloh go'zaldir va go'zallikni yaxshi ko'radi deb javob berdilar. Shubha yo'qki, Alloh taoloning o'zi ham go'zal va u go'zallikni xush ko'radi. Kibr esa o'zini katta olish sababli haqiqatni inkor qilish va odamlarni haqir bilishdir. To'g'ri so'zni, haqiqatni inkor etish va insonlarni haqir deb bilish kibrdir. Yoki chiroyli kiyimlarni kiyib olib kibr qilishdir. Ammo agar inson go'zal kiyimlar kiyib, boshqalar bilan kamtarlik va tavoze ila ko'rishsa hamda ularning haq huquqlarini ado etsa, bu aslo kibr hisoblanmaydi. Hazrat Abu Said Xudri bayon qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachonki biror yangi kiyim kiysalar, u ko'ylak bo'ladimi yoki salla bo'ladimi, o'sha kiyimning nomini tiliga olib ushbu duoni qilardilar: ey Alloh, barcha hamd sengadir. Buni menga sen kiydirding. Men sendan buning yaxshiligini va u nima uchun yaratilgan bo'lsa, o'sha narsaning yaxshiligini so'rayman. Hamda sendan buning yomonligidan va u nima uchun yaratilgan bo'lsa, o'sha narsaning yomonligidan panoh tilayman. Hazrat Oysha raziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar: Alloh taolo qay bir bandaga biror ne'mat bersa,
va banda bu ne'matning Alloh tomonidan ekanini bilib olsa, u uchun ushbu ne'matning shukri yozib qo'yiladi. Shuningdek, agar Alloh bandaning biror gunoh to'g'risidagi chin pushaymonligini bilsa, hali u mag'firat so'rab ulgurmasdan turib, uning o'sha gunohi kechiriladi. Va agar bir kishi bir dinorga kiyim sotib olsa va uni kiyib Allohga hamd aytsa, u kiyim hali tizzasiga yetib ulgurmasdan oldin u banda mag'firat qilinadi. Mana shu Alloh taoloning shukr qiluvchi bandasiga ko'rsatadigan muomalasidir. Solim Hazrat Abdulloh ibn Umar raziyallohu anhumodan rivoyat qiladi. U kishi aytdilar: Nabiy sallallohu alayhi vasallam qachonki biror g'azotdan qaytsalar va yo'lda biror dara yoki balandlikka chiqsalar, 3 bor Allohu akbar deb takbir aytardilar. So'ngra ushbu duoni o'qirdilar. Ya'ni la ilaha illalloh degani Allohdan o'zga hech qanday ma'bud yo'q, uning hech bir sherigi yo'qdir. Butun podshohlik ham, hukmronlik ham unikidir va barcha fazilatlar ham unga xosdir. U zot har bir narsaga qodirdir. Biz safardan qaytmoqdamiz. O'z xatolarimizni e'tirof etgan holda bundan buyon xatolarga yo'l qo'ymaslikka va'da bermoqdamiz. Biz faqat o'z Rabbimizgagina ibodat qiluvchilarmiz. Faqat uning huzurida bosh eguvchimiz va o'z Rabbimizning hamd va sanosini bayon qiluvchimiz. Alloh taolo shubhasiz o'z va'dasini rost chiqardi. O'z bandasiga yordam berdi hamda barcha to'dalarni yolg'iz o'zi mag'lub etib ortga chekinishga majbur qildi. Badr jangi kuni kofirlarning jasadlari Badr maydonidagi chuqurlar va quduqlarga tashlandi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Jablni xor-zor qilgan, uni halok etgan va bizga undan najot bergan Allohga barcha hamdlar bo'lsin deb marhamat qildilar. Qachonki barcha jasadlar quduqqa tashlab bo'lingach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular turgan o'sha chuqurlik atrofida aylanib yurardilar. Hazrat Abu Bakr raziyallohu anhu o'sha yerdagilarning har birini nomma-nom aytib, u zot sallallohu alayhi vasallamga ko'rsatar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa Alloh taologa hamd va sanolar aytgan holda menga bergan va'dasini amalga oshirgan Allohga barcha hamdlar bo'lsin deb marhamat qildilar. U zotga jon dushmani bo'lgan kimsalarning o'z qilmishlariga yarasha jazo topishlari qarshisida u zot sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatgan munosabatlari hech qanday zohiriy xursandchilik izhori emas edi, balki u zot Alloh taoloning huzurida bosh egib unga shukrona keltirdilar. Bu borada yana boshqa rivoyatlar ham bor. Chunonchi bir rivoyatda kelishicha, Hazrat Abdulloh ibn Mas'udning o'zlari bayon qiladilar: Men Badr g'azoti kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga borib, men Abu Jahlni qatl qildim dedim. U zot sallallohu alayhi vasallam o'zdan o'zga hech qanday ma'bud bo'lmagan Allohga qasammi deb so'radilar. Men ha, o'zdan o'zga hech qanday ma'bud bo'lmagan Allohga qasamki uni qatl qildim deb javob berdim. U zot sallallohu alayhi vasallam bu so'zni 3 marta takrorlab mendan tasdiqlatdilar. So'ngra Alloh buyukdir, o'z va'dasini rost chiqargan, o'z bandasiga nusrat bergan va yolg'iz o'zi barcha muxolif jamoalarni mag'lub etgan Allohga barcha hamdlar bo'lsin deb marhamat qildilar. Keyin u zot, yur, men bilan borib uning jasadini menga ko'rsat dedilar. Shundan so'ng biz yo'lga tushdik. Qachonki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning jasadini ko'rganlarida bu ushbu ummatning firavnidir deb marhamat qildilar. Yana bir rivoyatda esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Abu Jahlning boshi haqida xushxabar berilgan kuni u zot Alloh taologa shukrona sifatida 2 rakat namoz o'qiganlari bayon qilinadi. Bu boradagi tafsilotlar yana bir rivoyatda shunday bayon qilinadi. Abu Ishoq rivoyat qiladilar. Badr kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga Abu Jahlni o'ldirilgani haqida xushxabar olib keluvchi kelganida, u zot sallallohu alayhi vasallam undan 3 marta o'zdan o'zga hech qanday ma'bud bo'lmagan Allohga qasam ichib aytgin, haqiqatan ham uni o'lik holda ko'rdingmi deb so'radilar.
U kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida qasam ichgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shukr qilib sajdaga yiqildilar. Ba'zi rivoyatlarda esa u zotning birdan ko'p sajda qilganlari ham zikr etilgan. Makka fathi munosabati bilan ham u zotning shukronaliklariga oid rivoyatlar mavjud. Hazrat Ibn Umardan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka fathi kuni Ka'baning zinapoyasida turdilar. So'ngra Alloh taologa hamd va sano aytib, shunday dedilar: o'z va'dasining ustidan chiqqan, o'z bandasiga yordam bergan va barcha lashkarlarni yolg'iz o'zi mag'lub etgan Allohga barcha hamdlar bo'lsin. Sahih Buxoriyning bir rivoyatida Abdurahmon ibn Abu Laylo shunday bayon qiladi: bizga Hazrat Ummu Honidan boshqa hech kim Nabiy sallallohu alayhi vasallamni choshgoh namozini o'qiganlarni ko'rgani haqida xabar bermagan. Choshgoh namozi haqida ham bizga faqat Hazrat Ummu Honining rivoyati yetib kelgan bo'lib, unda aytilishicha, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka fathi kuni uning uyiga tashrif buyurganlar, g'usl qilganlar va 8 rakat namoz o'qiganlar. Ummu Hani aytadi: men bundan ko'ra yengilroq namozni hech qachon ko'rmaganman. Namoz juda yengil edi, lekin u zot 8 rakat o'qidilar va har bir ruku hamda sajdani to'liq ado etdilar. Bu namoz shoshma-shoshalik bilan o'qilgan emas edi. U zotning yengil namozlari ham bizning uzun namozlarimizga teng edi. Bir siyratnavis bu voqeani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kuni Alloh taolo u zotga bergan zafar sababli shukrona tariqasida 8 rakat namoz o'qidilar degan sarlavha ostida bayon qilgan. Hazrat Anas raziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u zot Makka-i Mukarramaga kirganlarida odamlar u zotning ziyoratlariga kelishdi. Tavozi, kamtarlik va shukronalik tuyg'ularining ko'pligidan u zotning muborak boshlari ulovning egariga tegar edi. U zot odamlar orasida bo'la turib: ey Alloh, shubhasiz haqiqiy hayot oxirat hayotidir deb aytdilar. Hazrat Masihi Maud alayhisalom marhamat qiladilar: Xudo taoloning xos bandalarga beriladigan bu yuksaklik doimo kamtarlik va tavozi shaklida bo'ladi. Shaytonning yuksakligi esa kibrga aralashgan bo'ladi. Qarang, Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam Makkani fath qilganlarda ham boshlarini xuddi avvalgi mashaqqat va sinovli kunlarda bo'lganidek egib Allohga sajda qildilar. O'sha paytlarda Makkada u zotga har tomonlama qarshi chiqilar, ozor, aziyatlar yetkazilar edi. U zot bu yerdan qanday holatda chiqib ketganlarini va hozir qanday holatda qaytganlarini ko'rganlarida muborak qalblari Xudoning shukronasiga to'lib ketdi va sajda qildilar. U zotning duolari haqida Sahih Muslimning bir rivoyatda zikr qilinadi. Vidolashuv haji munosabati bilan Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam Safo va Marva tepaliklari orasida sa'y qilishni, ya'ni aylanib yurishni qasd qilganlarida Safodan boshladilar va uning ustiga chiqdilar. Hattoki Baytullohni ko'rib, qibla tomonga yuzlandilar va Alloh taoloning tavhidini hamda uning buyukligini bayon qilib, shunday dedilar: Allohdan o'zga ibodatga loyiq hech qanday ma'bud yo'qdir. U yagonadir. Uning hech bir sherigi yo'qdir. Butun podshohlik unikidir va barcha maqtovlar ham unga xosdir. U har bir narsaga qodirdir. Allohdan o'zga ibodatga loyiq hech qanday ma'bud yo'qdir. U yagonadir. U o'z va'dasini bajardi. O'z bandasiga yordam berdi va lashkarlarni yolg'iz o'zi ortga chekinishga majbur qildi. Keyin u zot orasida duo qildilar. Duo asnosida xuddi shu tarzda 3 marta takrorladilar. Hazrat Alining Yamandan Hamdon qabilasi haqida xabar berganliklari to'g'risida bir rivoyat mavjud. Hazrat Baro ibn Ozib bayon qiladilar: Hijratning 10-yilida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Alini Yaman tomonga yuborgach, butun Hamdon qabilasi islomni qabul qilganida Hazrat Ali ularning islomga kirganligi xabarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xat orqali yo'lladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xatni o'qib chiqqach,
sajdaga yiqildilar va hamdonga salom bo'lsin, hamdonga salom bo'lsin deb 2 marta marhamat qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shukr sajdalari haqidagi qo'shimcha tafsilotlar quyidagicha bayon qilinadi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga u zotni xursand qiladigan yoki shodlikka sabab bo'ladigan biror xushxabar kelsa, Alloh tabarak va taologa shukrona keltirgan holda sajdaga yiqilar edilar. Shuningdek, Hazrat Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan yana bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallamga muayyan bir maqsad haqida xushxabar berilganida u zot shukr qilib sajdaga yiqildilar deyilgan. U zot sallallohu alayhi vasallam salovat aytgan mo'minlarga Alloh taolo tomonidan berilgan xushxabar va buning evaziga u zotning ko'rsatgan shukronaliklari haqida bir rivoyatda shunday deyiladi. Hazrat Abdurrahmon ibn Avf bayon qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tashqariga chiqdilar va o'zlarining sadaqa joylariga tomon yurdilar. So'ng ichkariga kirib, qiblaga yuzlangan holda sajdaga yiqildilar. Sajdani shu qadar uzoq qildilarki, hatto menga Alloh azza va jalla u zotning ruhlarini mana shu holatda olgan bo'lsa kerak degan gumon keldi. Men u zotga yaqin borib o'tirgan edim. Muborak boshlarini ko'tardilar va bu kim deb so'radilar. Men Abdurrahmonman dedim. U zot tinchlikmi dedilar. Men yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, shunchalik uzun sajda qildingizki, men Alloh azza va jalla shu holatda ruhingizni qabz qilgandir, ya'ni vafot etgan bo'lsangiz kerak deb xavotirlandim dedim. Shunda u zot marhamat qildilar. Jabroil huzurimga kelib, menga shunday xushxabar berdi. Alloh taolo aytmoqdaki, kimda kim sizga salovat aytsa, men unga o'z rahmatimni nozil qilaman va kim sizga salom yo'llasa, men unga salom yo'llayman. Men mana shu ne'mat uchun Alloh azza va jallaga shukrona keltirish maqsadida sajda qildim va bu uzun sajda o'sha shukronalik sababli edi. Hazrat Abu Bakr rivoyat qiladilar. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir xushxabarchi kelganini ko'rdilar. U zotga lashkarlarning dushman ustidan g'alaba qozongani xushxabarini berayotgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak boshlari Hazrat Oyshaning quchoqlarida edi. U zot darhol o'rinlaridan turdilar va sajdaga yiqildilar. Bir rivoyatda Amr ibn Shuayb otasidan, u esa bobosidan rivoyat qiladi. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deyayotganlarini eshitgan ekanlar. 2 xislat borki, kimda ular topilsa, Alloh taolo uni sabr qiluvchi va shukr qiluvchi deb yozib qo'yadi. Kimda bu 2 xislat bo'lmasa, Alloh uni sabr qiluvchi deb ham, shukr qiluvchi deb ham yozmaydi. Birinchisi, din ishlarida o'zdan yuqori bo'lgan kishiga qarab, unga ergashish, ya'ni o'sha darajaga yetishga intilish. Kim din ishida o'zdan yuqori bo'lganga qarab, men ham unga ergashay, uning darajasiga yetay deb harakat qilsa, u sobir va shokir bo'ladi. Ikkinchi shart esa dunyo ishlarida o'zdan ko'ra pastroq darajada bo'lgan kimsaga nazar solib, so'ngra Alloh taologa hamd aytish. Dunyoviy masalalarda o'zdan pastroq bo'lganga qarab, Alloh menga berdi va meni bu bandasidan afzal qilib qo'ydi deb Allohga hamd va shukrona aytsa, Alloh taolo uni sobir va shokir deb yozib qo'yadi. Ammo kim din ishida o'zdan pastroq bo'lganga qarasa va dunyo ishda o'zdan yuqori bo'lganga qarab, so'ngra qo'ldan boy bergan dunyosiga afsuslanib yursa, Alloh taolo uni na sobir va na shokir deb yozadi. Xuddi shuningdek, Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu bayon qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. O'zingizdan pastroq bo'lganga qarang va o'zingizdan yuqoriroq bo'lganga qaramang. Mana shu ish Allohning sizga bergan ne'matini kamsitmasligingiz uchun eng munosib yo'ldir.
ya'ni dunyoviy jihatdan o'zidan pastroq bo'lganlarga nazar solib, so'ngra Alloh taolo unga bergan ne'matlari uchun shukr qilishi lozimdir. Hazrat Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar: 4 narsa borki, kimga ular berilgan bo'lsa, unga dunyo va oxiratning yaxshiligi berilibdi. Birinchisi shukr qiluvchi qalb, ikkinchisi zikr qiluvchi til, uchinchisi sinovlar vaqtida sabr qiluvchi badan, to'rtinchisi o'z iffati va eri borasida unga xiyonat qilmaydigan soliha xotin. Agar bir kishida mana shu 4 narsa jam bo'lsa, unga haqiqiy yaxshilik ato etilgan bo'ladi. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu bayon qiladilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar: "Ey Abu Hurayra, taqvodor bo'lgin, odamlarning eng ko'p ibodat qiluvchisiga aylanasan. Qanoatli bo'lgin, odamlarning eng ko'p shukr qiluvchisiga aylanasan." Demak, qanoat ham insonni shukronalikka yetaklaydi va odamlar uchun o'zingga ravo ko'rgan narsani ravo ko'rgin, mo'min bo'lasan. Qo'shningga yaxshi qo'shnichilik qilgin, musulmon bo'lasan. Kamroq kulgin, chunki kulgining ko'pligi qalbni o'ldiradi. Ya'ni inson Alloh taoloning huzurida ko'proq bosh eguvchi bo'lishi, har doim duolarga diqqat qaratishi lozim. Zero har vaqt ham hazil-mazah qilib turmaslik kerak. Alloh taolo barchamizni u zot sallallohu alayhi vasallamning muborak o'gitlariga amal qiluvchilardan aylasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning doimiy shukrlari va Allohning zikridagi holatlarini tasvirlab, Hazrat Oysha radhiyallohu anha bayon qiladilar: Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam barcha vaqtlarda Alloh taoloni zikr qilar edilar. Demak, u zot o'z ummatlari qarshisida o'z go'zal namunalarining eng oliy mezonlarini o'rnatdilar va bizga nasihat qildilar. Alloh taolo bizga bunga amal qilish tavfiqini ato etsin. Ikkinchi masalani qisqacha aytib o'taman. Kelasi juma kuni inshaalloh Buyuk Britaniya Ahmadiyya jamoatining yillik jalsasi boshlanadi. Duo qilinglar, Alloh taolo uni har tomonlama barakali qilsin. Har bir insonni o'z panohida va himoyasida asrasin. Shu kunlardagi ob-havoning issiqligi sababli ba'zi xavf-xatarlar ham mavjud. Alloh taolo har qanday yomon ta'sirlardan omonda saqlasin. Shuningdek, navbatchilik qilayotgan xodimlar ba'zan jazirama issiqda turib xizmat qilishlariga to'g'ri keladi va mashaqqatli vazifalarni bajaradilar. Ularga ham o'z burchlarini eng go'zal tarzda ado etish tavfiqini bersin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر